Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Mana bugun shu qishlog'imizda Abdullayev Hajixon xonadoniga kelganimizda mazasi yo'qligi sababli shu yerda yig'ilib turibmiz. Mana shu xonadonda shu Hajixon sog'ayib, operatsiya jarayoni bor ekan, sog'ayib ketsin. Sizlardan hammalarni iltimos qilamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilsalaring. Onani orzu havasi farzandni katta qilish, farzandni dunyoga keltirish va uni mustaqil inson qilib hayotda tarbiyalash ekan. Tarbiyalab, rohatini ko'raman deb bularni oilali qildi, farzandli qildi. Endi o'zlariga ozgina qolgan shu bir mehrni ko'raman degan payt betob bo'lib, jigari qurib qolyapti. Uch yil oldin Toshkentga borganimda 51% chiqarib bergan edi. Undan keyin ancha davolatdim. Hamma doktorga olib bordim. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Tabiiy dorilarni ham ichkizdim. Necha foiz qurigan deyapsiz? 3 yildan keyin 42 ga tushdi. 51dan. Jigarlarini persatka qilish uchun Hindistonga jo'natishimiz kerak. 30 ming AQSh dollarida pul kerak. Hatto donorlikka o'zining o'g'illari hozir inshaalloh to'g'ri kelib turibdi. Sizlardan yordam so'ramoqchi bo'lganim, shu insonni olib qolish uchun 30 ming dollar pul kerak. Buni bu insonlar mardikor ishlab yoki kimdirligida qora mehnat qilib yillar davomida topishi mumkin. Lekin ko'pchilik bilan harakat qilsak, bir onamizni shu xonadonda qolishiga yoki mana shu bolalarni onasini bag'rida qolishiga siz biz sababchi bo'lgan bo'lamiz. Abdullayev va Hadicha opamizni kartalarini ko'rdingiz. Shu kartalarga hissani qo'shasiz. Yana bir narsaki, ro'za oyi yaqin turibdi. Ro'zada kimdirda shu qiladigan ehsoni, kimdirda beradigan zakot yoki nimadir xayr barakasi bo'lsa, bugun Hadicha opa uchun so'raylik. Shu inson uchun qilaylik, qadrdonlar. Ilojimiz yo'q, imkoniyatimiz yo'qligi uchun shu narsaga majbur bo'ldik. Ehson mukofoti ehson deymiz, lekin ko'rganlarimizga aytamiz, juda ham ko'p insonlarning xonadonida mana shunaqangi video olib chiqib hayot topganmiz. Bu galgi insonimiz ham birgalikda Xudo xolasa sizlar bilan ehsonlarini yopib, biz uddaladik deyish sizlar bilan bizga nasib qilsin. Qadrdonlarim, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yaxshi kuningizda kelib xizmat qilish menga nasib qilsin. Sog' bo'linglar.